Birinchi embrion transferda homiladorlik kuzatilmadi. Bizni keyingi taktikamiz nimadan iborat bo'ladi? Ko'plab bemorlarimizni qiziqtirgan va juda ham dolzarb bo'lgan mavzulardan bittasi, biz birinchi navbatda e'tibor beradigan narsamiz bu embrionni genetik tekshiruvdan o'tgani yoki genetik tekshiruvdan o'tmagan. Chunki genetik tekshirilmagan embrionlar butun dunyo eshri va asri ma'lumotlariga ko'ra, agarda genetik tekshirilmagan embrion bo'lsa va u embrion transfer qilinsa, birinchi embrion transferda homiladorlik bo'lish ko'rsatkichi 31,5% ni tashkil qiladi. Agarda genetik tekshirilgan embrion bo'lsa va u embrion transfer qilinsa, birinchi marta embrion transferdan keyin homiladorlik bo'lish ko'rsatkichi 68,5% ni tashkil qiladi. Va aynan shuning uchun ham biz bemorlarda birinchi navbatda ko'zda tutadigan va e'tibor beradigan narsamiz biz genetik tekshirilgan embrion transfer qildikmi yoki genetik tekshirilmagan embrion transfer qildikmi? Albatta bu juda ham muhim hisoblanadi. Ikkinchisi, bu gastroskopiya amaliyotini bajarishimiz mumkin agarda ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nima uchun implantatsiya bo'lmadi, endometriyda nimadir muammo bormi yoki qandaydir to'sqinliklar bo'lyaptimi, uni bilish maqsadida gastroskopiya amaliyotini bajarishimiz mumkin. Agarda bemorda adenomioz, mioma, endometrioz holatlari bo'ladigan bo'lsa, albatta ularni bostirishga va junction zonani paydo qilishga qaratilgan gormonal davo muolajalarini olib boramiz. Shu bilan birgalikda yallig'lanish faktorlari bor yoki yo'qligi e'tiborga olinadi. Albatta birinchi embrion transferdan oldin ham to'laqonli ravishda endometriy qavati, yallig'lanish bor yo'qligi to'laqonli ko'zdan kechiriladi. Ammo ayrim vaqtlarda qin vyudileniyasida yallig'lanish bo'lmasligi mumkin, lekin bachadon ichki shilliq qavatida, aynan endometriy qavatida yallig'lanish kuzatilishi mumkin. Bu uzoq vaqtlik surunkali yallig'lanish natijasida yuzaga keladi va buni bilish uchun endometriy qavatdan biopsiya olish orqali hayzning 18-21 kunlarida CD138 geni ko'riladi va aynan shuning miqdoriga qarab bachadon ichki shilliq qavatidagi o'zgarishlarga baho berish mumkin bo'ladi. Qolgan holatlarda agarda genetik tekshirilgan embrion qo'yildi va yuqorida sanab o'tilgan barcha holatlar bartaraf etilgan holatlarda boshqa shifokorlar bilan konsilium qilgan holatda keyingi embrion transferiga baho berishimiz mumkin bo'ladi.